O'tgan safargi videoda har bir komponentni pulini alohida aytdim. Bu safar esa birlashtirib sizni situatsiyangizga moslab beraman. Misol uchun bir patsientni yuqori jag'ida umuman dish yo'q deb qabul etsak, eng arzon va eng qimmat vaqtidan necha so'm pul chiqishini sizlarga hisoblab beraman. Birinchisi eng arzon varianti. Agar eng arzon variantda suyak zo'r bo'lsa, suyak va milk hajmi bizlere bir jag'ni hosil etishimiz uchun minimalni 4 tane implantant kerak. Ve biz 200 dolarlık implantantdan hesaplasak 800 dolar implantantın üzerine çıkadı. Bu implantantımız. İkincisi multi-unit abutment. Elbette multi-unit abutment'ten faydalanış gerek. Bu şart. 4 tane multi-unit abutmentimiz 55 dolardan 220 dolar pul bo'ladi. MU deb qo'yaman. Uchinchisi, buning konstruksiya qo'yganimizdan keyin biz временный koronka qo'yishimiz kerak. Pasient dishsiz yurmaydi. Временный koronkamiz esa 25 dollardan va bizlara 10 dona временный koronka kerak bo'ladi. 25 dollardan 250 dolar pul bo'ldi. Bu временный koronkamiz. Xo'p, hammasini qo'shsak 1020 1270 dolar bo'ldi. Demak, xulosa qilsak, bir dona patsientni bir jag'ini farqi yo'q, u pastki jag'mi, tepa jag'mi eng arzon variantda chiqarsak 1270 dolar beradi. Bu to'lagandan keyin biz implantlarni ko'p beramiz, multiunitlarni ko'p beramiz va временный koronkalarni ko'p beramiz. Eslatib o'tamiz, временный koronka 3 oydan 3 yilgacha xizmat etadi. Keyin buni doimiy o'zgartirish kerak. Endi esa bir jag'da umumiy tishsizlik vaqtida eng qimmat necha so'm bo'lishi mumkinligini sizlarga hisoblab beraman. Xo'p, agar biz 6 dan implantantdan foydalansak va 6 implantantdan shvetsarskiy eng zo'r implantimizdan foydalansak 400 dollardan 2400 dolar pul bo'ladi. Keyingisi multi-unit. Albatta buni 6 dona multi-unit qo'yamiz. 55 dollardan 330 dolar pul bo'ladi multi-unitlari. Albatta bunga временный koronka qo'yamiz. Boshida 10 dona временный koronka qo'yiladi. 25 dollardan 250 dolar pul bo'ladi. Oradan 3 ay o'tib, doimiy koronkani qo'ygan vaqtimizda biz 14 dona doimiy koronka qo'yamiz va dioksid sirkon koronkani eng zo'ridan qo'ysak 150 dolar pul bo'ladi. 14 dona koronkamiz eng zo'r dioksid sirkon koronkadan ishlasak 2100 dolar pul bo'ladi. Xulosa qilsam, bir bemorda jag'inda umumiy tishsizlik bo'lsa, eng qimmat holatda 5080 dolar pul bo'ladi. Aslında bir ayda 5 kasallik olsangiz bir bemor bor ekanda. Ana, ishini hisoblaydi axir bola. Uni ham qo'yib ber.